Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuhu. Qadrli do'stlar, bugun biz sizlar bilan Muharram oyining fazilatlari to'g'risida so'rashamiz. Alloh taolo Muharram oyin darajalagan. Eng birinchi darajasi, eng birinchi fazilati deb aytar edim, ul da endi Alloh taolo oldinda haram oylarning birisi bo'lib sanaladi. Haram oylarda belgili gunohlar tag'in da zo'rroq gunoh bo'lib sanalar, ham izgiliklar, igiliklar, urazalar ham nafila izgi amallar. Alloh taoloning tag'in da darajaliroq ham savoblaroq bo'lib sanalar, ham Alloh taolo cheksiz rahmati bilan shu oylarni izgilik bilan mo'l qilgan, gunohlardan yiroqaygan bandalarini belgilab, bo'laklab o'zining rahmatına yaqin etib qo'yar. Alloh bersa shat inshaalloh. İkinci derecesi ul da endi Alloh taolo Muharram oyin o'zining oyi deb atagan, ham Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam kengashlarining birisida aytadi. Ramazon oyindan so'ng eng fazilatli nafila uraza ul Muharram oyinda tutilgan uraza. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam kengashlarining birisida aytadi. Afdalus siyami ba'da shahri Ramazon fi shahrillahi Muharram. Şu Alloh taolaning ulug' barakatli ummatning oyindan so'ng, Ramazon oyindan so'ng darajali bo'lgan uraza oyi ul endi Muharram oyi bo'lib sanaladi. Muharram oyin urazalar bilan Alloh taolaga yaqin ayirga nasib eylesin. Ham üçüncü derecesi Muharram oyında 10. kunni, Ashura kuni. Barakatli kun. Duolar, tilaklar qabul bo'la turgan, Alloh taolaga yaqin ayta turgan, ham bigrak ta shu Ashura kunni Alloh bersa, har birimizga urazalar tutib, Alloh taolo oldida tag'inda zo'rroq darajalarga, ruhiy darajalarga, dunyoviy mashaqqatlarimizni shishib, Alloh taolo tilli sinovlardan yo'l ochib jibarib, ikki dunyo baxtiga erishirga nasib eylesin. Bigrak ta Ashura kunni belgilangan bek ko'p payg'ambarlarga, xalqlarga tarixda Alloh taolo yengilligin beradi. Shu Ashura kunnin Yahudlar Madina shahrida uraza tutalar edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam ularning urazalarini ko'rib, urazalı ekanligini bilib, ularga so'rov berdi. Ne uchun shu kunni ayirib qo'yasiz? Ham Yahudlar aytdilar, shu kunni bizning qavmimizni ham Musa alayhissalamni Alloh taolo Fir'avnning zulmliklaridan qutqardi, bizni imin qildi deb. Ham biz shukrona qilib Alloh taolaga rahmatlarimizni bildirib, shu kunni izgiliklar bilan mo'l qilamiz, urazalar tutamiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam aytadi, "Va nahnu ahaqqu", bizda shu uraza Ashura kunni uraza tutarga haqlimiz, ham bek savobli, ajrli bo'lurmiz. Shat inshaalloh. Ibn Abbas shu hadisda aytadi, Ashura kunni urazada uzdirarga, ham onarga hatli yoki onardan so'ng bo'lgan kunni urazada uzdirarga payg'ambarimizning sunnatdan bo'lib sanalar, ham onu o'tagan kishi savobli bo'lar. Shunga ko'ra hurmatli jamoat, Muharram oyi ala ul bek mashhur oy. U musulmon kalendari bo'yicha yangi yilning boshlana turgan oyi. Ya'ni Muharram oyining birinchi kuni bilan bizning musulmonlar uchun yangi yil boshlana. Shunga ko'ra yangi barakatli, baxt saodatlar bilan mo'l bo'lgan yillar bo'lsin. Shu yillar gunohlardan aranib, izgiliklar bilan mo'l bo'lib, Alloh taolaga har birimizga da yaqin ayirga nasib va yasar aylasa edi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.